Merz Comfort BMW ga hali ancha bordigan Merz okalar. BMW o'zining 2025-yil New Class gibrid modelini taqdim qildi va bu orqali BMW Mercedes'ni ham sport tomonlama, ham komfort tomonlama ancha orqasida qoldirib yuboradi. Sababi shunchaki oldi labovining o'zi polnisi displey bo'lib turibdi. Siz orqali GPS bilan yo'lingizni ko'rib, harakatlanishingiz mumkin va shu displey orqali siz mashina bilan gaplashib uni boshqarasiz. Bunaqasi hali Mercedes'da umuman kuzatilmagan. Butun salon va tashqi tarafi hammasi polnik karboniy materialdan tashkil topgan. Stok holatining o'zida mashina 1,5 ming ot kuchi 0 dan 100 gacha 1,5 sekund taxmin qilinyapti o'rtoqlar. Mashinani polni multimediyasini ham, klimat kontrolini ham barmog'ingiz orqali boshqarasiz. Bu mashina dizayn taraflama ham Merzdan ancha ustunligini ko'rib turibsizlar. Yaqqol kelajak timsoli. Bunaqa modelga Merzdan orasida chiqa oladigan modeli bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar va bu videoni Merzcha, BMWcha hamma tanishlarga jo'natib qo'yinglar. BMWcha akalar, bugun sizlarga bangillatinglar.